Fasl almashyapti, odamlarda qon qo'yilish, hattoki o'zimda ham sezildi bu narsa, qon qo'yilish. Bunga dori aytaman. Masalan, hozirgi holatingizdan quvvatsiz, holsiz yuribsizda, просто erinyapsiz xolosda. Masalan, zalga chiqqani, umuman zalga chiqish degani imonni tosh ko'targani emas. Любой trenirovka. Xohlasangiz mahallaga chiqib, o'rtoqlarni chaqirib olib, kechqurun keyin yaxshi bo'lar ekan deydi. Misol, sevinchga chaqirib qo'l ichgandan ko'ra, turniy tortining, kuchingiz yetgancha. Birinchi kuni ikkita tortinarsiz qiziqib. Ikkinchi kuni bitta tortinishingiz mumkin. Asosiy yo'qotib yormaslik kerak-da buni, tashlab yormaslik. Disiplina har kuni yo'q, men hech bo'lmasa 15 minutga, hech bo'lmasa 15 minutga yetadi. Yoki yarim soatga. U chiqib o'yingizga haligi nima deydi, quvvatini bilganingizdan keyin, uni haqiqiy energetikini bilganingizdan keyin 1 soatlab turadigan bo'lib qolasiz. Lekin siz o'sha 15 minutda metka qilib chiqsangiz, boshlanishidagi bezillab qolmaysiz. Turniy tortining, anjumana qiling, misol shuni o'zi yetadi. O'sha narsa masalan hozir o'zi video qilaman deb turib aytganim, birinchi o'rinda fasl almashyapti, odamlarda qon qo'yilish, hattoki o'zimda ham sezildi bu narsa, qon qo'yilish. Bunga dori aytaman, namatak bo'ladi, shipovnik. Shuni damlab yoki qaynatib ichish kerak. Shu. Dori bilan ham to'g'rilasangiz bo'ladi, lekin o'sha dorining oqibatida Bruce Lee'ni o'lgan degan nimalar bor. Aniqlanmagan, isbotlanmagan taxminlar bor. Misol, o'shaning uchun aspirin, balobatlar, unaqa narsalarni biz qo'llamaymiz. Namatak oddiy bozorda sotadi. O'sha narsani olib qaynatib yoki damlab ichib turasiz. Qaynatsangiz yaxshiroq bo'ladi. Masalan, choy o'rnida ichaverasiz har doim. Kelishiga. Keyin sportni boshlaganingizda qon aylanish qo'shimchasiga suyuqlashadi, masalan, yaxshilanadi. O'zingizdagi masalan aytamiz, oshchi yog'laringiz bu o'sha jenskiy gormon olib kelib beryapti sizga-da, u narsa sizni battar haligi nima deydi, lohas qilib qo'yaveradi. Hozir qalqon son bezingizda shubhalanib qaradimmi? Hech bola yo'q qalqon son bezingizda, sog'lom. Endi yod yetishmasligi bo'ladi O'zbekistonda, yodamari ichib turing. Lekin asosan mana yog'ni yo'qotishga harakat qiling. Mana yo'qolgani sari bo'lib ham boshida rosa qiziq bo'ladi. Masalan, zalga kirsam, menga hozir unaqa qiziq emas. Hali dili qichig'imni bosishim uchun kiraman xolos, lekin sizga zalga kirish qiziq hozir. Misol. Chunki kirdingiz, ozgina ishladingiz, uje monetlar o'zgaradi, uje energiyangiz ko'paygani sirroz bilinadi sizga. Rostdan aytaman. Oddiy aka, mana shu jigaringizni yog'lanishiga sizga dori shu. Sport, boshqa narsa emas, ishoning. Lekin disiplina bilan 2 oy qiling shu narsani, jigaringiz hech bo'la qolmaydi. Kafolat beraman bunga. Hech bo'la qolmaydi. Chunki sportga chiqqaningizda o'zini-o'zi to'g'ri ovqatlanishni boshlaysiz. Misol, fast foodlar, rangli ichimliklar qochasiz u narsadan. Yesiz yo'ring, ichsiz ichavering, ondan sonda bir marta, 2 marta hech nima qilmaydi. Lekin aslamnoy mana nima deydi, oson tayyor bo'ladi deysiz, yegingiz keladi, nafs tortib borib yeb qo'yishdan baribir qochasizda. Shu, dori shu aka sizga.